Diqqat! Tezkor xushxabar: xorijda faoliyatni amalga oshirayotgan uchun kompensatsiya to'lanishi mumkin. Chet tillari va yoki kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish xarajatlarini qoplash uchun ularga muvaffaqiyatli topshirganda va sertifikat olganda BXMning 3 barobargacha 1,25 million so'm, xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish ishchi vizani rasmiylashtirish xarajatlarini qoplash uchun BXMning 5 barobargacha 1,875 million so'm, yo'l chiptasini xarid qilish uchun bog'liq xarajatlarni qoplash uchun 2 barobarini miqdorda 750 ming so'm, nemis tili, yapon va koreys tillari bo'yicha kamida B1 yoki unga tenglashtirilgan darajadagi xalqaro sertifikat olgan bitiruvchilar eng ko'p bo'lgan 50 nafargacha o'qituvchiga 50 million so'm miqdorida